Qashqadaryoda yer ostidagi xazina. Kavrak biznes haqida eshitganmisiz? Mana shu kavragimiz 1 kilosi 3,5 million so'm turadi. Ushbu obyektimiz 2 sotik va 2000 tub ekilgan. Bu qanday ekilgan, Feruzbek? Mana bu kavrak o'simliklarimizni 2021-yilda 2 sotik yerga 2000 tub kavrak ko'chatlarini ekib berganmiz. Mana hozirgi kunda 2024-yil bo'lsa, rovna 3 yil to'lib, kavrak mahsulotlari уже shiralarini, donaklarini oladigan darajaga yetib qolgan. Olishni boshladi. Ushbu donagimiz mana shu holatda bo'ladi. Shiralarimiz esa mana shu holatda bo'ladi. Mana bu tomonlarda birinchi kesimlar kesilgan. Aha. Hop, demak bunda smolasi ham olinadi. Agar mana bunda donak holatiga keltiriladigan bo'lsa, donak holati ham olinadi. Hozirgi kunda mana 2024-yil iyun holatiga 3,5 million so'm mana shu donaga. Bulari esa qancha bo'lyapti smolalari? Smolalarini kilosi $200 gacha. Mana juda ham parash holatda chiqadi va shu holatda kunlik